musulmonlar yashaydigan jamiyatni yetimlarga ko'rsatadigan birinchi e'tibori yetimlarni dilini og'ritmaslik. Ya'ni otasi, onasi yo'q yoki otasi yo'q, yolg'iz onada qolgan bolalarni dilini og'ritishdan dinimiz qattiq qaytargan. Qarang. Va ularni haqqini yemaslik. Yetimni haqqi eng katta gunoh. Buni bizni oldingi ota bobolarimiz qonlariga singib ketgan. Oldingi ota bobolarimiz qonlariga singib ketgan, yetimni haqqidan qattiq qo'rqadigan bo'lganlar. Va yetimning burnini qonatishni eng katta gunoh deb bilgan. Dinimizda ham yetimlarni ozor berish, ularni ko'nglini og'ritish yoki ularning moliga tajovuz qilishdan Alloh taolo qattiq qaytargan.